Bismillahirrahmanirrahim. Shayx Najmiddin Kubro Quddisa sirruhu. Usuli ashara. 10 usul. Sharh muallifi Ibrohim Haqqi Bursavi rahmatullohi alayhi. Shayx Najmiddin Kubro hazratlari aytadilar: Allohga eltuvchi yo'llarning adadi mahluqotning nafaslari qadar behisob. Sharh. Mazkur kalima arbobi tasavvufning eng mashhur so'zlaridan bo'lib, uning xilma-xil sharhlari mavjud. Bundagi nafas insonning og'iz va burnidan kirib chiqadigan havo bo'lib, uning bir kunlik miqdori 24 mingga yaqindir. Shu bois har kim umr bo'yi olgan nafascha haqqa boruvchi yo'l imkoniyatiga sohibdir. Yo'lchi qadamba-qadam ilgarilaganidek, bu yo'lda sabot ko'rsatganlar ham har nafasda Allohga tobora yaqinlashib borurlar. Aslida yo'l yagonadir. Ammo har odim manzil nihoyasiga olib boruvchi vosita bo'lganligidan ham har qadam oldinga yurish va ilgarilash hisoblangan. Shuning uchun har bir inson nafasini va vaqtini muhofaza qilishi kerak deyilgandir. Zero nafas va vaqt behuda sarflanar ekan, kunni qadrlamaslik bilan oy bilan esa yil va nihoyat shu tariqa butun bir umr zoyi ketadi. Bu haqda Sanoiy bir baytida shunday deydi: Chin sofiy Alloh mushohadasi zavqi bilan mast bo'lganligidan har nafasda ikki bayramni nishonlar. Biri nafas olishda, ikkinchisi esa nafas chiqarishda. Bu bayram sayri jamoldan shodlanish va ko'ngildan kechiriladigan botiniy holdan surur topmoqdir. Sofiylar bunday bayram bilan mashg'ul ekanlar, zohidlarga o'xshash o'rgimchaklar pashshalarni kabob qilib yeydilar. Ya'ni zohidlar bunday bayramning neligini bilmaydilar. Qurbon bayramida xalq qurbonlik go'shtini chaynash bilan ovora ekan, ahli haqiqat ezgu ish va amallar bilan mashg'ul bo'lish uchun rag'bat ko'rsatadilar. Bu bilan dunyoning emas, balki jannat va oxirat ne'matlarini ko'zlaydilar. Aslida jamoli ilohiyga muyassar bo'lish barcha ne'matlardan ustunroq va yuksakroqdir. Biroq man lam yazuq lam ya'rif zavqini totmagan buni qayerdan bilsin? Axir ta'mni farqlay bilmagan kimsaga nima ham deyish mumkin? Savol: hech bir nafasni zoya etmasdan har nafasda o'sha bayram holini yashamoq haqiqatdan mumkinmi? Javob: albatta mumkin. Chunki Hazrati Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam jannatda bir toifa borki, Alloh bilan ular orasida bir lahza bo'lsin hech qanday parda bo'lmaydi deya marhamat qilganlar. Ular doimo haq mushohadasi bilan mashg'uldirlar. Boshqa bir hadisda esa: "Yo Rab, sendan sening vajhu karamingni doimo tomosha aylash lazzatini lutf qilishingni so'rayman" deya duo qilganlari rivoyat qilinadi. Ma'lum bo'lmoqdaki, payg'ambarlar, muqarrablar va siddiqlar deya tanilgan buyuk valilar doimo unga boqishdan tug'ilgan huzur va zavq bilan to'lib toshgandirlar. Chunki ular qoba qavsaynda jam va farq, sakr va sahv hollarini ayni bir paytda yashaydilar. Ular xilma-xil shakllar va turfa hollar ila hamisha mushohada ichida kun kechiradilar. Maqsad muddaolari esa tajalliyi mutlaqdir. Bunda haqning tajallisi umumiy va ta'siri keng qamrovli emasligini yaxshi bilmoq kerak. Insonda shunday qobiliyat va quvvatlar borki, u xalq bilan jisman munosabatlarini davom ettirar ekan, ayni vaqtda ko'ngli va mushohada jazbasi ila istig'roq holini yashamog'i mumkindir. Shuning uchun orifning nafasi tasbih, uyqusi ibodat erur. Uning uchun g'aflat yo'qdir. U har doim bedor, basirati har lahza ochiqdir. Mana bu oyatlarda ham shunga ishorat bor.
Uning oyatlaridan yana biri kechasi va kunduzi uxlashlaringiz hamda kunduzlari uning fazl va marhamatidan rizq va ro'z istashlaringizdir. Albatta, bunda anglaydigan qavm uchun oyat, ibratlar bordir. Rum surasi 21-oyat. Bir hadisda ham insonlar uyqu holidadirlar, o'lgachgina uyg'onadilar deyilmish. Ushbu hadisda nazarda tutilgan insonlar oddiy xalq tabaqasidirki, ular haqqa tomon umumiy va mutlaq yagona bir yo'ldan borishni istaydilar. Holbuki asosiy maqsad xususiy va muqayyad bir yo'l bilan Allohga yetishmoqdir. Buni puxta anglagin. Asmoi husnoda har birining bir quli bor va bu ism qulni tarbiyalab kamolga yetkazadi. Aslida ismlarla nomlanuvchi, ya'ni sohibi nom yagona borliqdir. Ismlarning ko'pligi va xilma-xilligi ism sohibining ham ko'p, turli-tumanligini talab qilmaydi. Ammo ma'lum bir ismning mahkumi o'sha ism yo'nalishi va o'sha ism sharofatidan haqqa yetadi. O'zga tomonga chalg'imaydi. Bu haqqa suluk davriyasidir. Shunchaki to'g'ri intilish emasdir. Har kim bora-bora unga qaytarilguvchisiz xabariga muvofiq uni orzu qilar va unga qaytar, unga vosil bo'lar. Bu chizilgan bir doira kabidir. Uning intiho nuqtasi ibtido nuqtasi bilan birlashadi. Doiraning markazidagi nuqtaga uning har tarafi ko'rinib turadi. Har taraf uning uchun doira erur. Bu go'yo Baytulloh atrofidagi qubbalarning unga yuzlanib turishiga o'xshaydi. Dunyoda qancha mavjudot bor bo'lsa, haqqa eltadigan yo'l ham o'shanchadir va qanchalik go'zal fe'l va axloq bor bo'lsa, ularning har biri unga yetkazuvchidir. Shuning uchun ham Allohning axloqi bilan axloqlaningiz hadisidan tashqari yana shunday rivoyat ham bor. Allohning 360 ta go'zal axloqi bor. Iymon keltirgan kimsa ulardan qaysi biri bilan bo'lmasin, uning diydoriga vosil bo'lsa, jannat ahlidandir deyilganida, Hazrati Abu Bakr: "Ey Allohning rasuli, menda bu axloqlardan loaqal birortasi bormikan?" deya so'radilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam: "Ey Abu Bakr, senda bularning nafaqat bittasi, balki hammasi mavjud va ularning ichida Haq taologa eng suyukli bo'lgani jo'mardlikdir" deya javob berdilar. Bundan ma'lum bo'lmoqdaki, Hazrati Abu Bakr jannatning 8 eshigidan bir yo'la kiradilar, chunki u zot samoviy eshiklardan o'tishning sabablarini o'zida mujassam qilgan va har axloqning jazbasi ila uni topgandir. Mu'minlar bu axloqlar bilan Allohga yetishadilar. Ammo ular orasida ham tafovutlar bo'ladi. Avval qayd etilganidek, jo'mardlik bilan yetishgan qul boshqalariga nisbatan Allohga yanada yaqinroqdir. Shuningdek, Allohni tanigan olimning ham boshqalardan ustunligi beqiyos darajada muhaqqaqdir. Chunki ilm ilohiy va sharafli sifat bo'lib, mavzuyimizga bevosita aloqador shunday fikr ham bor. Alloh bilan qul orasida eng go'zal axloq rizo va taslimiyat bo'lsa, qul bilan qul orasidagi eng go'zal xulq jo'mardlikdir. Allohga yetishtiruvchi yo'llarning ko'p bo'lishi insonlardagi san'at va kasbkor ko'pligiga ham ishorat etadi. Chunki sultonlik, vazirlik, muftiylik, mudarrislik mansablarining har biri Allohga borguvchi yo'ldir. Shu bois ham buyuklardan biri shunday degan edi: "Agar Ibrohim ibn Adham mening zamonimda yashaganida edi, uni taxtidayoq irshod qilgan bo'lardim." Chunki saltanat va uning martabalari ham ilohiy ismlardandir. Sufi ham Allohga yetishmoq uchun nihoyati uning boshqa bir ismiga tayanmoqda. Maqsad esa ayni dargohga yo'naltiradi. Faqat shuni bilish kerakki, bunday maslak arbobi ham Allohga yetishadi. Ammo umumiy hidoyat chegaralari ichida qoladi. Xususiy hidoyatga qovushmoq uchun esa murshidi komil shart. Shu bois san'at va ilmda qarama-qarshilik hamda har xilliklar o'ziga xos rahmat hisoblangan. Ularning har biri insonlarni unga vosil aylaydi. Faqat bu unsiyat kashf sohibi bo'lgan kishilardan tashqaridagilar uchun sezilmaganligi bois ham yo'llarning ko'pligi bu hayotga yangi qadam qo'yganlar yo'lini to'sishi, mosuvo qilishi da mumkin. Ilohiy tajallilardan bo'lgan haq va yo'l shu tariqa ayni narsada tajassum topadi.
Qisqasi bu yo'llarning qaysi bilan bo'lsa-da haqqa tavajjuh etilsa, vuslatning mumkin va muyassar ekanligiga shu oyat ham ishorat qilmoqda. Qaysi tarafdan chiqsangiz, yuzingizni Masjid al-Haram tomonga buring. Baqara surasi 150-oyat. Ya'ni tomonlarning ko'pligi tanlangan ism va borliqning kasratini talab etmaydi. Ka'batullohning qaysi yonida bo'lmang, o'sha joydan yana unga yo'nalursiz. Haq tolibining vuslat eshigiga yetishmog'i shak shubhasiz. Chunki butun ashyo va borliqqa ilohiy ismlar tazahhur aylar, shu bois san'at va ashyo ham mazhari harakat holini aks ettiradi. Suv esa muhyi ismining mazharidirki, halok va fanolikni o'rtadan ko'taradi. Shuningdek, Navvoy Nofi ismiga, Non Qayyum ismiga mazhardir. Attorlik ishi o'lchov va taroziga daxldorligi tufayli Allohning Adil ismiga bog'liqdir. Fotiha surasidagi Allohim bizlarni to'g'ri yo'lga yo'llagaysan ma'nosidagi oyatda kelgan to'g'rilik ham xuddi shu ma'noni anglatadi. Yana xushbo'y hidli narsalar uning Jalol ismiga, achchiq bo'lganlari esa har achchiq shifodir deya ta'kidlanganidek Nofi ismiga tegishli. Zahardek zararli narsalar esa Jalol ismining mazharidir. Shuningdek, saltanat ismi azam bilan, vazorat vakil bilan, muftiylik ilm bilan, ta'lim va tarbiya esa va u zot odamga barcha narsalarning ismlarini o'rgatdi. Baqara surasi 31-oyat. Siri bilan qozilik va adliya tashkiloti esa albatta Parvardigoring qiyomat kunida talashib tortishgan narsalari haqida ularning o'rtasida o'zi hakamlik qilur. Yunus surasi 93-oyat haqiqati bilan uzviy munosabatdadir. Chunki ism musammoni, ya'ni sohibini ko'rsatadi, unga ishorat qiladi. Muazzinlik Alloh tinchlik diyori, jannatga da'vat qilur va o'zi xohlagan zotlarni to'g'ri yo'lga hidoyat qilur. Yunus surasi 25-oyatiga, imomlik esa qulining lisoni bilan Alloh o'ziga hamd aytuvchining hamdini eshitdi ma'nosiga ishoratdir. Murid, murshidlik Alloh o'zi xohlagan zotlarni poklaguvchidir. Niso surasi 49-oyat ma'nosiga, xaridor va sotuvchi esa albatta Alloh mu'minlarning jonlarini va mollarini ulardan jannat barobariga sotib oldi oyatlari bilan aloqadordir. Tavba surasi 111-oyat. Bu ismlar omonatdir. Payg'ambarning sifati amin va siddiqdir. Undan keyin kelgan uning ummati ham uning mazharidir. Omonatga xiyonat qilgan esa amin sifatiga mazhar bo'la olmaydi. Uy va do'kon vazifasini bajarayotgan vujudimiz Allohning Mujid, Sani', Xoliq, Musavvir va boshqa ismlarning hosilasidir. Hidoyatga erishganlar Hodi, zalolat ahli esa Muzil ismi doirasiga taalluqlidir. Biz izohlamoqchi bo'lgan yo'l esa bu yo'llarning eng oydini va eng mukammalidir. Bu yo'l haqqa yetkazguvchi yo'llarning eng yaqinidir. Boshqa yo'llar bu yo'lga nisbatan yanada yaqin yoki juda yiroq bo'lishi ham mumkin. Ammo bu yo'l juda aniq va ochiq, ya'ni mohjai bayzo, oydin ko'chadir. Yo'llarning eng mukammali bo'lgan bu yo'l solikni boshqa joyga emas, balki aniq manziliga asos yo'ldan ayirmasdan qiyinchiliksiz ulashtiradi. Yuqorida aytilganidek bu yo'llar ko'p bo'lsa-da, ularning hammasini 3 asosiy guruhga birlashtira olamiz. Eng yaqin, eng ravshan va eng mukammal yo'llar yaratiqlarning nafaslari adadicha bo'lsa hamki, ularning hammasi bu guruhlarning birontasiga mansub bo'ladi. Birinchisi, tariqi axyor, ibodat va amali solih sohiblarining yo'li. Bu yo'lga kiruvchi soliklar roza, namoz, Qur'on qiroati, haj qilish va shunga o'xshash zohiriy ibodatlar bilan ko'proq mashg'ul bo'ladilar. Bu tushuncha tobeyin va tabay tobeyin davrida hokim bo'lgan tushunchadir. Makka va Madinada, Shom, Misr, Bag'dod, Basra yoxud Kufada bo'lsin, tariqi axyor mansublarini uchratish mumkin edi.
Ularning orasida shundaylari ham bor ediki, ular butun yil bo'yi faqatgina bayramlarda, ya'ni roza harom bo'lgan kunlardagina roza tutmasdilar. Boshqa hech vaqt rozani kanda qilmasdilar. Shu bois ularga soimud davr, butun vaqtini rozador o'tkazuvchi degan nom berilgandi. Yana bir guruhlari esa sahargacha namoz va tilovati Qur'on bilan mashg'ul bo'lsalar, boshqa bir toifasi Abdulloh ibn Muborakdek g'oziylik bilan shuhrat taratgan, yana boshqalari esa ko'proq haj ishtiyoqi va orzusi bilan nafas olardilar. Bu yo'l tariq axyor deya ataladi. Bunday yo'l va usul bilan uzoq vaqtdan keyin ruhni kamol toptirib, haqqa yetishganlar bag'oyat ozdir. Ya'ni bu yo'l eng xayrlilarning yo'li demakdir. Bu yo'l soliklari xayrli, ezgu ish va amallar bilan mashg'uldirlar. Amali xayr sohiblari esa insonlar orasida eng xayrlilaridirlar. Shu bois ham ular shunday nomga musharraf bo'lganlar. Uzoq vaqt mobaynida ushbu usul bilan unga yetishganlar juda ozdir. Bu yo'lning boshqa bir nomi tariqi zuhdidir. Unga yetishish ko'p vaqt talab qiladi. Oshiq 3 yilda egallagan maqom va manzilni zohidlar 30 yilda ham qat eta olmaydilar. Shunday bo'lsa-da, bu yo'lga bepisand qarab bo'lmaydi, chunki unga yetish hammaga ham nasib etmaydi. Bu yo'lga qadam qo'ygan ko'pchilikning maqsadga yetmasdan umri tugab, ora yo'lda qoladi. Ikkinchisi tariqi abror, mujohada va riyozat sohiblarining yo'lidir. Bu yo'l soliklari esa go'zal fe'l-atvorga ega bo'lish, ko'ngilni tazkiya, qalbni tasfiya, ya'ni ko'nglini musaffolashtirish va botinini obod qilish, ma'mur etish uchun g'ayrat ko'rsatuvchi kishilardir. Mazkur yo'l mujohada va riyozat sohiblarining yo'li bo'lib, unga qadam qo'yganlar nafsi ammoraning tarbiyasi bilan mashg'ul bo'ladilar. Bir tomondan ular o'zni ko'z-ko'z qilish, besabrlik, xudbinlik, mol va martaba xirsi, bajjahillik kabi yomon fe'llariga barham berish bilan shug'ullanar ekanlar. Ikkinchi tomondan tavhid nuriyu Alloh bilan birga bo'lishning huzuri va undan boshqa butun borliqlar bilan aloqani uzish kabi mujohadalar ila qalblarini poklaydilar. Chunki qalb bamisoli oyina, u toza va porloq bo'lmaguncha ilohiy tajallilarni zuhurlantirmaydi. Oynaning kirlanishi va qorayishiga sabab Allohdan boshqa borliqlar bilan yaqindan bog'lanishimizdir. Ilohiy ma'rifat esa qalb oynasini jilolantiradi. Bu ma'rifat albatta taqvo, amali solih, sayr sulukdan tug'ilgan irfon bo'lishi lozim. Ushbu yo'llardan ayri ravishda qo'lga kiritilgan ma'rifat shaytoniy bo'lib nomaqbuldir. U fosiq va istidroj sohibi bo'lmagan kishilarning ma'rifati kabidir. Ular nopokliklar ichida suzisharkan podshohlikni da'vo qiladilar. Ma'rifatdan bong uradilar. Tariqi abror deya ma'lum bo'lgan mazkur yo'l bilan haqqa qovushganlar avvalgi yo'lga qaraganda ko'proq bo'lsa hamki nodir hisoblanadi. Bu yo'ldagilar ichki va tashqi taqvoga amal qilganliklari uchun abror deya nomlanishga haqli bo'lib, ularning orasida Allohga yetishganlar avvalgi guruhga nisbatan ko'proqdir. Shunday bo'lsa-da, natija e'tibori bilan ular oz hisoblanadi. Silsilaviylik qonuniyatida ahvol xuddi shunday. Ya'ni o'zidan yuqoridagilarga nisbatan kam, o'zidan pastdagilarga qaraganda esa ko'pdir. Masalan, dunyodagi hayvonlar jonsizlarga nisbatan oz, ammo insonlarga qaraganda ko'p erur. Uchinchisi, tariqi shuttor. Bu ishq, jazba va muhabbat sohiblarining yo'lidir va u ulug' Mavloga sayr va sayohat qiluvchilarning tariqatidir. Bundagi sayr bir hukmdan boshqa bir hukmga, bir holdan ikkinchi bir holga ketish bo'lib, u ma'naviy bosqich, ma'naviy sayohat erur. Solikning ham ilk kundan oxirgi lahzasiga qadar qiladigan ishi mana shu sayr kalimasida yashirindir. U muttasil ma'shuqasiga qarab intiladi. Bu esa Ka'ba tomon yo'l olgan kishining harakatiga o'xshaydi. Chunki u Ka'baga yetgachgina harakatdan to'xtaydi. Ammo tasavvuf tushunchasidagi intiho sayr ilalloh, Allohga tomon sayrdir. Sayr filloh,
Allohda sayrda esa bunday holat yo'q. Ka'baga yetishganning safari tugaydi, ammo u bino va u joyning sirlari tugamaydi. Ilohiy sir va hikmatlar nihoyasizdir. Ey mo'min, haqiqiy komillik yuzaga kelgunga qadar bir g'ayrat va himmat bilan sayru suluk qilish lozim. Bu yo'l parishonlik, yalqovlik va tanballikni ko'tarmaydi. Zohir birlik va butunlikni talab qiladi. Soyirlarga yaxshilab qara, parishon va suslashganlar yo'lda ilgarilay olmaydilar. Bu yo'l muhabbat ahlidan g'ayratli, yelib yuguruvchi va uzluksiz harakatda bo'lganlarning ravishidir. Ular qariyalar, xastalar yoxud tanballarga o'xshab o'troq bo'lmaydilar va bu muhabbat zuhdning muqobilidir. U haqqa bo'lgan jazbani ifodalaydi. Muhabbatning shiddati yu quvvati ortishi bilan ishq maydonga keladi. Muhabbat nurdir, ishq esa nordir, ya'ni otashdir. Bu otash Allohdan o'zga borliqlarni va ularga bo'lgan mayillarni yoqib yo'q qiladi. Aslida norda ham nurda ham yorug'lik bor. Oshiqlar orasida shunday gap yuradi. Ikki yorug'lik bor. Biri Allohdan boshqa butun borliqlardan yuz o'girtirsa, ikkinchisi unga yuz qaratadi. Bu ikkovining orasiga nor ishq kirsa, xas-xashakka o'xshab qolgan insonning dunyo bilan bo'lgan bog'lanishlarini yoqib kul qiladi. Demak, oshiq qisqa fursatda manzil va maqsadiga yetishadi, zero ishq uningla barobar tezlikda ilgarilaydi va nafs markabini ham o'zi bilan birga sudraydi. Bu yo'lga suluk qilganlarning yo'l boshidayoq erishgan martabasi boshqalarning suluk hayotlari so'ngida erishgan martabasidan ko'p karra yuksakdir. Ya'ni boshqalarning so'nggi hollariga nisbatan bularning boshlang'ich hollari yanada ustunroq. Ular sayr sulukning nihoyasida topganlariga bular ibtidodayoq erishadilar. Jazba va oliy qobiliyatlari ila go'yo nurdan yasalgan bir narvon bilan samoga yuksaladilar. Ming odamni bir qadamdayoq qat etadilar. Bir manzilni 3 manzil qiluvchi qayda-yu 3 manzilni bir manzilga birlashtiruvchi qayda. Mana shunday borlig'u unsurlardan asta-sekin yiroqlashganlar maqsadga kech yetishadilar. Biroq qobiliyatli shayx va murshidi komil panohida bo'lganlar bundan mustasnodirlar. Ahli jazba esa dafi suluk aylaydilar. Mo'tabari mana shu kashfdir. Bilaks, dunyoda charx urmoq emas, chunki dunyoning to'xtashga majbur qiladigan manzil va makoni ko'p. Shundan kelib chiqilsa, kashf ham oddiy bir kashfdir. Ko'pgina sufiylar mana shu tahlikaga tushganlar va oraliqda qolib ketganlar. Bundan Alloh asrasin. Bu mumtoz yo'l irodaga bog'liq bir o'limga asoslangandir. Zero Hazrati Payg'ambar alayhissalom o'lmasdan avval o'ling deya marhamat qilgan edilar. Bu yo'lga mumtoz sifati oldin anglatilgan, ikki yo'lga nisbatan tez sur'atli va aniq bir natijaga ega suluk bo'lganligi uchun berilgan. Ixtiyoriy o'lim borliq va dunyo bilan bog'liq ishlardan butunlay fanoi kulli bo'lmoqdir. Bu holni boshidan kechirgan kishi o'z vujudining mavjudligini ham his etmaydi. Chunki tabiiy o'lim holi ham bundan aslo farq qilmaydi. O'lim ham bir necha xildir. Mavt ahmar, qirmizi, ya'ni qizil o'lim. Bu nafsning xohish va istaklariga qarshi turish erur. Mavt abyaz, oq o'lim. Bu ochlik bilan qorin talablarini o'ldirish. Mavt ahdar, yashil o'lim. Bu arzon mato parchalaridan yamoqli kiyim kiyishdir. Chunki yangi kiyim dunyo bilan bog'liq orzu hisoblanadi. Mavt asvad, qora o'lim. Bu xalqning jabr va jafosiga tahammul etmoq erur. Bunga fanofilloh ham deyiladi. Ya'ni butun fe'l va harakatlarni ma'shuqaning fe'lida foni qilmoqdir. Bu yo'lning tamal qoidalarini esa 10 asosda jamlash mumkindir. Alloh sari sayru sayohat qiluvchilarning yo'li 10 asosga qurilgandir. Bu 10 asos yo'lning tamallari bo'lsa, boshqa asoslar bino ustiga qurilgan binoga o'xshaydi. Aslida har narsaning asosi va tamali mavjud. Agar u bo'lmasa, maqsadga yetib bo'lmaydi. Mavzuga daxldor shunday so'z bor.
usulni yo'qotgan vusuldan mahrum qoladi. Tilimizdagi ishning o'zini bilguncha ko'zini bil maqoli ham xuddi shu fikrni ravshanlashtiradi. Ushbu so'zlardan mana bu haqiqat anglashiladi. Har narsaning negizi va parchalari, tafarruoti bor. Asoslar mustahkam bo'lganidan keyingina tafarruot unga tobe bo'ladi. Dinda ham shunday. Farz asldir, mustahab furudur, tafarruotdir. Birinchisini tark qilib, ikkinchisini ado etish quliga hech qanday muvaffaqiyat olib kelmaydi. Rahimjon Ali o'qidi.